Kuyovim, musiqa qo'limdan tutib ko'zlarimga tikilgani. Siz ona emas, avvalo ayolsiz, Zuhra, musiqa opa deb pichirladi. O'sha lahzada men qizimni ham, gunohni ham unutdim. Musiqa, assalomu alaykum, aziz do'stlar. Kanalimizga musiqa xush kelibsiz. Bugun sizlarga yuraklarni larzaga soladigan ehtiros va romantikaga to'la musiqa bir hikoya aytib beraman. Bu gapni hech kimga aytolmayman. Hattoki musiqa eng yaqin sirdoshimga ham oshkor qilishga qo'rqaman. Chunki aytadigan gapim shunchalik og'ir. Shunchalik aqlga sig'maydiki, musiqa uni tilimga olishdan ham uyalaman. Ammo yurak degani u bo'xlikni yomon ko'radi. Kimnidir musiqa sevib qolsa aqlga ham, mantiq ham bo'ysunmay qo'yarkan. Mening ismim Zuhra. 45 yoshdaman. O'rta yoshdan oshgan, musiqa hayotning pastalandini ko'rgan ayolman. Erimdan ajrashganimga ancha bo'ldi. Yolg'iz, musiqa qizim Dilnozani deyarli o'zim katta qildim. Unga bor mehrimni berdim. Uni oq yuvib, oqalab musiqa voyiga yetkazdim. Mening hayotimdagi yagona quvonchim, yagona ma'no ham shu qizim musiqa edi. Uni yaxshi joyga uzatish mening katta orzum edi. Va bu orzuyim ushaldi ham. Dilnozam o'zi sevgan aqlli musiqa kelishgan bir yigit Timurga turmushga chiqdi. Timur, kuyovim. Musiqa uni birinchi ko'rganimda yo qizim uchun quvongandim. O'qimishli madaniyatli qizimga musiqa mehribon. Har qanday ona orzu qiladigan kuyov. Dastlabki paytlarda musiqa men uchun u faqat qizimning baxti, mening kuyovim edi. Men musiqa ularning hayotiga aralashmaslikka faqat kerak bo'lganda maslahat berib turadigan oqila qaynonalardan bo'lishga harakat qilardim. Musiqa, ammo vaqt o'tgani sari o'zim ham bilmagan holda unga boshqacha qaray boshladim. Musiqa ular to'ydan keyin vaqtincha biznikida yashab turishdi. Musiqa Timur dasturchi bo'lib ishlardi. Ko'pincha uyda kompyuter qarshida o'tirardi. Qizim esa erta tongdan ishga ketardi. Musiqa uyda ko'pincha men va Timur yolg'iz qolardik. Dastlabki paytlarda bu menga noqulay tuyulardi. Ammo asta-sekin bizning suhbatlarimiz ko'paydi. U men bilan musiqa har xil mavzularda gaplashardi. Kitoblar, filmlar, hatto mening yoshligim haqida ham so'rardi. Uning qiziqishlari samimiy edi. Zuhra opa, siz juda aqlli musiqa ayolsiz. Dilnoza sizga o'xshagani uchun ham uni sevib qolganman derdi. U ba'zan menga tikilib. Uning nigohlarida qaynonaga bo'lgan hurmatdan musiqa boshqa narsa borligini sezib boshladim. Unda yosh yigitning yetuk, ammo hali ham jozibali ayolga bo'lgan qiziqishi musiqa bor edi. Bu qarashlar ostida men hijolatdan qizarib ketardim. Ammo yuragim alla qanday musiqa shirin titroqni his qilardi. Axir men ham ayolman. Yillar musiqa davomida unut bo'lgan ayolik hisim uyg'onayotgandek edi. Men bu tuygan qo'rqdim. O'zimni koydim. Bu mumkin emas. U sening kuyoving. Ammo yurak buyruqqa bo'ysunmasdi. Bir kuni hovlida ikkovimiz yolg'iz qoldik. Musiqa u menga yordamlashib og'ir chelakni ko'tarib qo'ydi. Qo'llarimiz bir-biriga tegib ketdi. O'sha lahzada butun tanamdan titroq o'tdi. U ham bir soniya musiqa qotib qoldi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Uning ko'zlarida men oqishga qo'rqqan musiqa bir ma'no bor edi. O'sha kundan keyin men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Har safar u kelganida yuragim tez ora musiqa boshlardi. O'zimni undan olib qochishga harakat qilardim. Ammo beixtiyor yana unga qarab qo'yardim. Bir kuni qizim bir haftaga xizmat musiqa safariga ketdi. Uyda yana men va Timur yolg'iz qoldik. Kechqurun choy ichib o'tirganimizda suhbatimiz musiqa odatdagidan uzoqroq cho'zildi. U o'zining kelajakdagi rejalari haqida gapirdi. Men esa uning gaplariga berilib ketdim. Unga qaraganimda o'zimni yillar musiqa davomida unutgan yosh qizdek his qildim. Uning yoshligi, uning ishtiyoqi meni o'ziga musiqa tortardi. Suhbat orasida u to'satdan qo'limdan tutdi. Uning kaftlari olovdek issiq musiqa edi. Zuhra opay, dedi u kichirlab.
Uning musiqa ovozi titrardi. Men sizga befarq emasman. Yuragim xafasdan chiqib ketgudek urardi. Musiqa men nima bo'lishini sezib turardim va men bundan qo'rqardim va ayni paytda butun vujudim bilan xohlardim. Musiqa, Timur qo'ying, bu gunoh, dedim men zo'rga. Gunoh nima o'zi? Dedi u menga yaqinlashib. Musiqa, uning nafasi yuzimni kuydirardi. Boshim aylanib ketdi. Yillar davomida muzlagan tanamga go'yo olib tegib musiqa eritib yuborgandek bo'ldi. Siz ona emas, avvalo ayolsiz, Zuhro opa, musiqa, go'zal ayolsiz. U yuzimni kaftlari orasiga oldi. Uning ko'zlari qorong'ulikda yonardi. Musiqa, sizning bu go'zalligingizni faqat men ko'ryapmanmi? U lablarini labimga tekkazdi. Bu o'pich bu yillar davomida kutilgan, musiqa, yashiringan ehtirosning unut bo'lgan ayolikning portlashi edi. Mening butun vujudim erib ketdi. Musiqa, mening shiligim, mening onalik burchim hammasi bir lahzada unut bo'ldi. Men bir musiqa og'iz gap aytishga ulgurmadim. U lablarini labimga tekkazdi. Avval sekin musiqa, so'ng ehtirosliroq. Qo'llari yelkamdan pastga sirgaldi. Belimdan topib meni o'ziga mahkam tortdi. Tanam musiqa titrardi. Menga bunda yaqinlik ko'pdan beri kerak edi. Uning har bir harakati, lablarning musiqa har bir bosishi yuragimga olib yoqardi. U meni asta o'z xonasiga boshlab kirdi. Musiqa, bu mening qizim va kuyovim yotadigan joy edi. Ammo o'sha lahzada bu mening xayolimga ham kelmadi. Musiqa, oramizda faqat yurak tovushlari va tashqaridagi tun sukunati eshitilardi. Musiqa, ko'zlarimiz gapirardi. U meni karavotga o'tkazib, o'zi qarshimga tiz cho'kdi. Musiqa, u mening tungi ko'ylagimning iplarini asta yecha boshladi. Har bir teginishi bir ehtiros, bir qadam edi nomnumlikka, gunohga. Ammo men, musiqa, qo'rqmasdim. Uning nigohida shunday bir kuch bor ediki, men o'zimni unga toliq, musiqa, ishondim. Kiyimlarimni butunlaylar yechdi. Mening 45 yoshli ammo hali ham tarangam. Musiqa, men uyatdan emas, lazzatdan qizarardim. Uning musiqa, hayratga tola nigohidan zavqlanardim. U ham kiyimlarini yecha boshladi. Uning yosh, musiqa, baquvvat tanasi xira. Yorug'likda yanada jozibali ko'rinardi. U meni quchoqlab karavotga yotqazdi. Uning harakati, musiqa, tez emas, lekin chuqur edi. Lablari butun tanamni o'rganardi. Musiqa sekin ikkita tarvuz chamdan ezib, uchidan o'pa boshladi. Omazza. Rosa yoqib musiqa ketaverdi. Men ham uni mahkam quchoqlab oldim. Bizning vujudlarimiz bir-biridan lazzatlanardi. Musiqa, uzoq bir-birimizni erkaladik. Uning har bir teginishi tanamning, musiqa, unut bo'lgan nuqtalarini qayta jonlantirardi. Yoshlik ehtirosi, uning kuchi meni aqldan ozdirardi. Musiqa, uning qattiq go'sht kaltagini sonlarim orasida his qildim. Musiqa sekin tika boshladi. Men rohatlanardim. Bu ham og'riq, ham yillar, musiqa davomida kutilgan lazzatning, ayolimning qayta uyg'onishining chinqirig'i edi. U meni tonggacha baqirtirdi. Musiqa, rosa rohatlandim. Ertalab bo'ldi. Quyosh chiqqandi. Musiqa, ikkalamiz hamoldan toyib charchab yotardik. Men uyg'onganimda u allaqachon kiyinib musiqa olgandi. U menga qarab jilmaydi. Kecha uchun rahmat, dedi u sekin, bu bizning sirimiz bo'ladi. Musiqa, u peshonamdan o'pib chiqib ketdi. O'sha musiqa kundan keyin men boshqa Zuhraga aylandim. Endi men shunchaki qaynonalik rolini o'ynamasdim. Men yashirin sirga ega bo'lgan, musiqa ehtirosli ayolga aylangandim. Qizim safardan qaytdi. U hech narsani sezmadi. Musiqa tur ham o'zini boshqacha tutadigan bo'ldi. Uning menga bo'lgan hurmati endi yashirin, musiqa istak bilan qorishib ketgandi. Hayot davom etmoqda. Men hali ham o'sha uyda o'sha sir bilan yashayapman. Qizim va kuyovim baxtli ko'rinadi. Men esa, musiqa, men har kuni vijdon azobida yashayman. Ammo o'sha tunni ham hech qachon unuta olmayman. Bu mening gunohim va mening uyg'onishim edi.
Men bu vaziyatdan qanday chiqib musiqa ketishni bilmayman. Ammo bir narsani aniq bilaman.